10 oylik homiladorman. Turmush o'rtog'imsiz birinchi marta ketyapman. Shuning uchun kofe va ovqat olamiz. Chunki hali ovqat yeganim yo'q, uxlab qolibman. Bugun 37 hafta-yu 3 kunlik homiladorman. Qanacha? Qornim vashshe och, nima yesam ekan? Kolbasaga o'xshab turibdi, lekin cho'chqa. Kasalxonaga keldim. Meni ham kutyapti shunaqa kunlar. Doktorxonada hamshirasi juda ham yaxshilar. Asha opa-doy narsa beradi menga. Hozir unaqa suv beradi. Doktorxonaga kirib chiqdim. Doktor bola juda ham katta deyapti. 37 hafta-yu 3 kunga bola 3 kilo-yu 200. Bola juda ham katta deyaptilar. Bu qornim. Hamma meni faqat shu futbolkamda ko'rdi. Chunki bu pastgacha bekitadi. Tepasida rezinka bor-da, o'shaning uchun faqat shuni kiyib yuraman. 5 kiloga semirgansan deydi, bola katta deydi va zaybal qiladi. Bugun aytdi ovqat yema dedi. Algisin deydi. Algisin deydi. Deymanda bilgan boqim yeyman. Bana bu o enerji değil de. Lemon. Lemon. Ting ting. Ting ting. Ting.